Assalomu alaykum, Asfaltchi Balan YouTube kanali a'zolari. Charchamayapsizlarmi? Ko'rib turganingiz biz akalar Tayloqdamiz. Tayloqda Oqsaroy restoranimizga asfaltimizni yotqizib beryapmiz. Xo'p, asfalt yotqizish jarayonlari juda ham zo'r ketmoqda. Otabek do'stim, charchamayapsan? Otabek do'stim biroz charchadi. Negaki abita ko'proq osh yeb qo'ydi. Bilasizlar aka, samarqaliklar qanaqa osh qilib beradi? Idealniy maza qilib yeydigan osh. Oshdan keyin mana bunaqa issiq asfaltlar ketadi-yu akalar. Xudo xolasa biz asfaltimizni yotqizib bo'ldik. Deyarli asfaltimiz sifatiga ahamiyat qaratib qo'yasizlar. Xo'p, bu qayerga yotqizilmoqda o'zi? Mana bunaqa kompotimiz tashalgandan keyin ustiga bizning asfaltimizni yotqizib bermoqda. Tog'amni o'zi bugun polni katoyda divizionidan o'zi qilmoqda. Hasan akam Gribogda, Samandarlar hammasi bor akalar, komanda hammasi shu yerda. Xo'p, mana bu tomonlarimiz katoy bosgan holatlarni o'zingizlar bitta ko'rib turishingiz mumkin akalar. Juda ham idealniy, xudo xolasa yotqizsanglar bo'ladi akalar. Nafaqat mana shunaqa stenkalarga, ko'chalarga yotqizsanglar ham bo'ladi akalar, hovliga yotqizsanglar ham bo'ladi. Hozirda mana bu tomonimiz bundan 1 soat oldin yotqizilgan joy akalar. Ko'rishingiz mumkin. Xo'p. Bu yo'tamon o'zi ancha qotib bo'lgan akalar, maza qilib yursa bo'ladi. Bemalol xudo xolasa, mana shunaqa sifatli asfaltlarimiz sizlarga kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib qo'rasizlar. Men Asfaltchi Balan asfalt yotqizish xizmati deyarli butun O'zbekiston bo'ylab mavjud akalar. Telefon nomer yozib qo'ysanglar bo'ladi. 94 kod bilan 538 44 olmish yoki 94 kod bilan 7005 raqamga aloqaga chiqsanglar, xudo xolasa o'zimiz ko'taramiz akalar. Sizlarga kerakli joylarni mana shunaqa sifatli qilib asfaltimizni yotqizib qo'yamiz. Asfaltimiz ko'rishingiz mumkin. Agar oralari ochiq emas, mayda toshlaysan, bitum rassiska bitumdan foydalangan asfalt bo'ladi akalar. Yotqizgandan keyin xudo xolasa pushaymon bo'lmaysizlar. Maza qiladigan asfalt mana shu bo'ladi akalar. Xudo xolasa qaranglar, qanaqa idealniy bo'lgan, ko'rib ko'z qo'ynaydi akalar. Maza qilasizlar bu asfaltni yotqizgandan keyin ko'rib. Bundan yursanglar, undan ham maza qilasizlar. Xo'p, Tayloqliklar bo'lsa o'zi biladi. Oqsaroy restoranini. Xo'p. Samandar. Tog'am, mana Rusnoyda shunday bosib yuboring, ne topib qolmasin. Akalar, asfalt qaranglar, qanaqa issiq holatda mazza qiladigan joy mana shu akalar. Eng zo'r joy mana shu. Asfalt granslar hammasi zo'r holatda kelgan akalar. Yotqizgandan keyin mazza qiladigan joy mana shu bo'ladi. Qumlisdan bo'ladi, idealnisdan bo'ladi akalar. Yana qayta aytaman, videoga bitta like bosib qo'yasizlar. Asfaltchi Bola kanaliga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yishingizni tavsiya qilaman akalar. Xudo xolasa sifatli qilib ishlarni juda ham tez muddatda tugatib beramiz akalar. Bemalol aloqaga chiqib qo'yaverasizlar. Xo'p. Zo'r. O'zingizlar baho berib qo'yasizlar akalar. Hamma zo'r ishlamoqda, xudo xolasa juda ham zo'r chiqmoqda akalar. Bundan ortiq nima deyman sizlarga? Yana takror aytaman, 94 kod bilan 538 44 olmish yoki 94 kod bilan 7005 raqamiga aloqaga chiqishni tavsiya qilaman va Asfaltchi Bola kanaliga obuna bo'lib qo'yasizlar va videoga bitta like bosib qo'yasizlar. Yaqiningizga ulashib qo'ysanglar ham bo'ladi akalar. Asfalt yotqizish jarayoni bilan ma'lumot olasizlar. Katta-kattalarni kelgan pul qilish uchun. Voy, gapirib charchab ketdim akalar. Aloqaga chiqib qo'rasizlar, xudo xolasa xizmatinglar bo'lsa.